Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. 6-yanvar. Xudo xolasa bugungi mashinamiz 86-yil. Butun mashina tomnapas kraska 0 bakovoyla qilingan. To'rtta balon zo'r, Yevroskiy tortib qo'ygan. Salonlarda xudo xolasa hech qanaqangi bir ishi yo'q mashinamizni. Ishlarimiz yurib turgan mashina salonlarda hech qanday ish yo'q. Gazlari temir balon. Gazlar temir gaz. Benzinda yurib turibdi. Ko'zlari endi ertalab bo'lgani uchun prob o'ylab qo'yibdi. Xudo xolasa zavitam qilib ko'ramiz mana. Yarimtaga zavit bo'ldi. Bu mashinamizning narxi $1700 ga ozginagina o'tib beramiz. Xudo xolasa hech qanaqa kam ko'sti yo'q. Biz o'chib ko'ramiz, uzamagan bo'lsa. Kelib haydab ko'rasiz, yo'qsa gaplashamiz. Bizda variant yo'q lekin.